Odam o'zining sog'lig'iga har doim e'tiborli bo'lish kerak. Ko'rishganda o'tmaydi, so'lak orqali o'tmaydi. U faqat qondan o'tar ekan. Assalomu alaykum. Satira teatriga kelganingizdan juda ham xursandman. Ismim Zuhriddin, familiyam Rejametov. Shu Rejametovlar sulolasining a'zosi bo'laman. Men bitta narsaga hayron bo'lamanki, hozir bizning davlatimiz, prezidentimiz ayniqsa yoshlarga shuncha sharoit yaratib berishyapti-da. Hamma yosh yigitlarga, qizlarga, masalan yoshi katta odamlarga ham aytamanki, judayam hushyor bo'lish kerak. Masalan, uyda kasal bo'lmasa ham shu bitta zirabcha kiradi-yu, shuni agar niyni topa olmasa, o'sha bilan shuni shu ozgina tegsa bo'ldi. Miyada qoladi bu narsa. Kasal bo'lmasa ham inson, borib shu oddiygina bir ozgina qon oladi bo'ldi, o'shani borib o'zligi uchun tekshirib qo'yinglar. Ushbu kasallikka tekshirtirish uchun shahar AIDS markazi bor. Mana o'sha yerda sizlarni eshiklari har doim ochiq. Shuga borsanglar, analizlaringlarni ko'rib, qarab javobini berishadi. Eng yaxshi tarafki anonim holda. Bu narsa faqat sizni orangizda o'sha mutaxassis orasida bo'ladigan narsa. Siz iltimosim inson sifatida shu O'zbekiston fuqarosiman mana. O'zimizni xalqimiz demoqchimanki, hushyor bo'linglar, o'zinglarni asranglar. Qanaqadir yaxshilikka inson, men o'ylaymanki, faqat bu narsalardan emas, shuncha yaxshi narsalar bor. To'g'rimi? Kitob bor, san'at bor, yaxshi kinolar bor. O'shalarga ko'proq tushib, masalan, bizning teatrda ham yaxshi spektakllar bor. Xush kelibsizlar deb aytmoqchiman. Kelinglar ham. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Men Nurullo O'tkirov, O'zbekiston davlat satira teatrida aktyor bo'lib ishlayman. Maslahatini berolmayman, chunki o'zim ham yoshman, yaqinda uylanganman. Shu hozirgi yoshimgacha kelib chiqib gapiraman. Odam o'zining sog'lig'iga har doim e'tiborli bo'lish kerak. Tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Misol uchun, men yaqinda spidga qon topshirdim, o'tdim. U yerda menga tushuntirish ishlari olib borildi. Yaxshilab e'tibor ber degan jihati, perchatkani, nima deydi, boshqa odamdan keyin ishlatilgan narsalarni qayta ishlatmaslikka juda e'tiborli bo'lish kerak. Yoshlarga maslahatim, e'tiborli bo'linglar. Tibbiy ko'rikdan o'tib, o'zinglarni, oilanglarni sog'lig'iga e'tiborli bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Zavqotin, familiyam Qurbonov. Men O'zbekiston davlat satira teatrida aktyor lavozimida ishlayman. Aytmoqchi bo'lganim, AIDSga chalingan odam albatta shifokor ko'rigida bo'lishi kerak. Ko'rishganda o'tmaydi, so'lak orqali o'tmaydi. U faqat qondan o'tar ekan. O'tganda ham ona boladan, xonador ayoldan o'tar ekan. Keyin o'sha jinsiy yo'llar bilan o'tar ekan. Tibbiy ko'rikda shunaqa narsalar ko'rinsa, albatta shifokor maslahatini olish kerak. Klinik vositalarni albatta bir kishi foydalanishi kerak, ikkinchi kishiga mumkin emas. Ehtiyot bo'linglar, salomatlaringizga qaranglar.